Yo, barchangizga salom azizlar. Sizlar bilan o'shamen Teso. Короче, do'stlar, bugun Slendrina Zes Color 2 o'yinini tugatamiz. Da do'stlar. Shu o'yinni bugun tugatamiz. Tugatishga harakat qilamiz. Unda biz boshlaymiz. Unda ketu. Xo'p, boshlaymiz tezroq do'stlar. Yeah. Eshik ham ochilgisi kelmayapti. Hech narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki davom etamiz. Keling, давайте oldin yuramiz. Вперед. Mana shu yerda yo'l bor ekan, shu tarafda. Va birinchi kitobimiz azizlar. Давайте mana shu yerga bormadik. Boramiz. Kalit. Va boshqa hech narsa yo'q. Okey. Давайте yuramiz. Danni yuraveramiz. Xo'sh. Voy, boshibek ko'cha. Kren ko'rib qoldim. Lekin qochsak bo'ladi. Kalkishni. Vaqt bekorga ketkazmasam desam, tezroq anglashimiz. Okey. Ketaveramiz. Qutulib oldik. Shu taraflarda bo'lishi kerak. Nima deganimizda? Xo'p, do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi va kanalimda tezroq videolar chiqishiga rivoj bo'ladi. Yo'q. Do'stlar, 3-kitobimiz ham topildi. Kalit, normalniy. Yo'q, qolib ketmasligi kerak do'stlar. Qolib ketsa biz o'tib ketgan jo'timizdan ham qidiraveramiz. Shunisi uni boradi. To'rtinchi kitobimiz ham topildi. Let's go. Ichga qoldi do'stlar, o'lib qolishmi? O'lsak o'yin tugaydi azizlar. Mana xaritaga qarab turamiz do'stlar. Xo'p, to'rimizda ham eshik bor ekan, ya'ni uy bor ekan. Ili bo'ldi. Shuni ochib turib, uni yuqori bosib. Bu yerga kirdik do'stlar.
Vay, adam chiqib qoldi. Shuning uchun do'stlar men aniqlamay qoldim. Do'stlar, keyin bu o'yinda voy bek ekan. Bosh bekuvchi. Bitta yurdim ham shekilli do'stlar. Bu o'yinni o'ynab ko'rganlaringdan keyin почти qo'rquv ham yo'q ketar ekan, chunki bu o'yinni o'ynagan bo'lasizlar-ku. Qo'rquv bo'lmas ekan. Bittadan yurganmiz. Yurganmiz. Do'stlar, bu o'yinni men albatta ukamni o'ynab tugatib ko'rdik. Oxiri jaz men demoqchimanki, 5 ta kitob bo'ldi normalni. Oxirida do'stlar eshik bo'lar ekan, uzun tepaga yo'l bo'lar ekan. Tepaga chiqqanimizda eshik birdan tap etib yopilib qoldi. Shunchaki yopilib qoldi. Bu qo'ragan do'stlar. Men nima ekan o'ylayapman. O'tgan safar 4 ta kitob olganimizda o'lib qoldik, do'stlar. Kimda esda bo'lsa. Nima? Keyin mana shunaqa joylarda ham bo'lar ekan do'stlar. Mana shunaqa joylarda qolib ketar ekan shunaqa kitoblar. Voh. Bu bratimizni eshitdi. Ochalarmikan? Yo'q, bitta yo'q. Hop, 6-kitob. Nima bo'ladi? To'satdan chiqar ekan. Kirasaga o'xshab arqadan. Do'stlar, kanalga obuna bo'lamiz va zo'r kontentlar chiqadi. Hop, 7-kitob. Davayda bitta kitob qoldi do'stlar. Davay, likelarni bosib tashlaylar. Bitta kitob do'stlar, bitta kitob. Давайте bitta. Один dub qoldi, один. Do'stlar, bu o'yinda hammali personajlarni ko'rib bo'lganlardan keyin uncha qo'rquv ham bo'lmasa-ku, voy do'stlar, tugatdik. Просто tugatdik. Necha minutligini bilmadim, lekin tugatdik. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Sizlar поддержкалаring uchun mana men 8 ta kitob to'plab tashladim. Bo'ldi, давайте endi qaytamiz. Hop, shunda
Ha bo'ldi, to'g'ri yuramiz. Bitta yo'l chiqquncha to'g'riga. Давайте to'g'riga deydi-yu. Период deb. Faqat chetda to'g'ri yuramiz. Qisqa bo'ldi-ya bu videomiz. Nimagadir do'stlar. Sizlarga ham shuni aytib tuyuldim. Eng qizig'i videoni ham kesmadim. Faqat to'g'riga ekan. Kelinglar chiroqni o'chirib yuramiz. Unda qiziq bo'lmaydi. Faqat dan yuraveramiz, ha. O'tgan safargi videoni juda ham o'zim sizlar bilmadim, lekin o'zim qo'rqqandim. Va do'stlar, hali nima deydi? Eng quvonarli joyi mana shu 3 2 1. Let's go do'stlar. Mana biz o'yinni tugatib oldik. Ana ko'rdinglarmi do'stlar? Eshitsalaring do'stlar, ana. The end. Davomi bor. Endi silindrni здесь colorda 3da ko'ramiz do'stlar. Normal o'yin bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilib ko'raman do'stlar. Albatta nutchini o'yin, faqat bir marta ikki marta o'ynaganlarning o'zi qo'rqinchli bo'lmay qolar ekan. Birinchi o'ynaganlaringda qo'rqasizlar. Keyin bu o'yinni do'stlar kechasi o'ynanglar. Kechasi juda ham boshqacha kayfiyatda, emotsiyalarda o'ynaysizlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Shu oyda, ya'ni may oyida biza 50 ta bo'lishimiz kerak. Siz bunga yordam berishingiz mumkin. Addushi поддержкада bo'lsalaring, obuna, like, kommentlarni bomba qilib tashlaslaring, men juda ham qo'rqinchli horror videolarni chiqaraman. Unda biza shu tugadi. Boshqa o'yinlarni o'ynab sizlarga ko'rsataman albatta. Qanaqa o'yin o'ynashimni kommentariyada shu video kommentariyasida qoldirib ketasizlar. Men esa o'qib chiqaman. Har bitta kommentariyani o'qib, like'lar ham bosib o'tib ketaman. Unda bo'ldi. Пока do'stlar. Ko'rishguncha.